Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda endi biznes peshlavhalari reklama sifatida baholanmaydi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda biznes uchun ayrim ma'muriy talablarni yengillashtirish rejalashtirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini barqarorlashtirish va tadbirkorlar muammolarini hal etishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Unda tadbirkorlikni rivojlantirish, investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish bo'yicha olib borilayotgan ishlar muhokama qilindi. Shuningdek, mavjud korxonalarni to'liq quvvatda ishlatish va ularning eksport salohiyatini oshirish muhim vazifa ekani ta'kidlandi. Hozirda ayrim sanoat korxonalari aylanma mablag'lashmaslik, infratuzilma muammolari, eskirgan uskunalar va talabning pasayishi sababi to'liq quvvatda ishlamayapti. Ushbu muammolar hal etilsa, qo'shimcha 66,6 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarish va eksport qilish imkoniyati mavjud. Shu maqsadda maxsus respublika shtabi tashkil etilib, mutasaddi idoralar va banklar bilan birgalikda korxonalar muammolari joyida hal etiladi. Bundan tashqari, tijorat banklari balasidagi yirik mol-mulklarni iqtisodiyotga qayta jalb qilish, investorlar topish va ishlab chiqarishga yo'naltirish bo'yicha yangi mexanizmlar ishlab chiqiladi. 2020-yil-2025 yillarda amalga oshirilgan investitsiya loyihalari ham qayta tahlil qilinib, ularning natijalari to'liq va to'g'ri hisobotlarda aks ettirilishi ta'minlanadi. Taqdimotda tadbirkorlarga e'tiroziga sabab bo'layotgan ayrim tartiblar ham ko'rib chiqiladi. Jumladan, korxona nomi yoki faoliyat turi yozilgan peshlavhalar reklamalar sifatida baholanib, qo'shimcha ruxsat va to'lov talab qilayotgani qayd etildi. Yangi taklifga ko'ra, bunday peshlavhalar reklama sifatida qaralmaydi va ular uchun alohida rasmiylashtirish talab qilinmaydi. Shuningdek, reklama joylashtirish tartiblari soddalashtiriladi. Transport vositalariga savdo belgilarini joylashtirish osonlashtiriladi. Bundan tashqari, umumiy ovqatlanish korxonalari uchun HQSini qaytarish tartibi yengillashtirish, ekologik ekspertiza va boshqa ruxsat jarayonlarini soddalashtirish ham rejalashtirilmoqda. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.